bog' qilinadigan maydonga keldim. Parkentda. Kechagi yomg'ir, ya'ni 9-dagi yomg'irdan keyin yerlarning holati mana ko'rishingiz mumkin. O'tib ketyapti bu yoq o'zi mana. Haydalgan joy. Eng xato ish shu bo'ladi, ko'rib olinglar. Yer akalarimiz botyapti o'ylam o'zi. Taylat qo'yishibdi. Cho'kib qoladi bu yerlar. Biz tavsiya qilmaymiz odatda bu ishni. Shuncha xarajat bo'lgan, lekin afsuski pul sal noto'g'ri joyga ketib qoldi. Yer holati mana qiyalik, nisbatan ishamlik, mana bunaqa joylarga ko'proq suv to'planadi. Shuni hisobini olishimiz kerak har doim boqib o'tganimizda. Botib ketyapti odamlarga. Turpoq analizlarini olyapman. Ya'ni xato qilmaslik uchun maqsad ishimiz to'g'ri ketishi kerak. Doktorga borsangiz, doktor tomiringizni ushlab sizga hech qachon diagnoz qo'yib bera olmaydi. Masalan, boshim og'riyapti desangiz yoki oshqozonim og'riyapti desangiz, so'raydi oldin nima bo'lganini. Kerak javob ola olmasa, analiz qildiradi. Bog'dorchilik sohasi xuddi shunaqa soha. Turpog'iga qarab tashxis qo'yish noto'g'ri. Turpoq analizi bu muhim. Nafaqat bog'dorchilikda, balki O'zbekiston qishloq xo'jaligini hamma tarmoqlarida muhim. Yerga nima oziqa kerak, nima oziqa kerak emasligini bilish shart. Oyoq yechilib ketyapti yana. Shu ishimiz shu endi. Mana holat. Xudo xolasa yaxshi. To'g'ri aylanib chiqamiz, holatni ko'ramiz, bu tegishli tavsiyalarni beramiz, ya'ni bu yer birinchi etapda javob bermaydi, chunki qishki yomg'irlar bilan ancha cho'kib qoladi bu. Turgan joyim dengiz sathidan 940 metr balandlikda ekan. Havo salqin. Shu maydonga, shu balandlikka biza kerakli bo'lgan meva turlarini tavsiya qilamiz. Faqat ilmiy asoslarni bosib qolgan odamimiz ham yurib ham bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Hozir mana bugun 5-dekabr, xudo xolasa katta proyektimiz tepasiga keldim. Yer tayyorlattirishga. Jarayondan xudo xolasa holat eski bog' bo'lgan, buzib tashlab haydashyapti xudo xolasa. Mana bugungi kundagi holati yer. To'liq haydaymiz, mana taxminan bir 45 sm tushyapti. Keyin buni tagini dal shiriqlikni qilamiz, nasib bo'lsa. Mana holati bugungi kundagi. O't bosib ketgan. Bahorgacha yotadi bu yerda, yer dam olib o'z kuchini yig'ib olish kerak. Ya'ni bahorgacha o'tganimga sabab biz bilasizlar, ekish rejasini har doim fevral oyida qilamiz. Ya'ni fevral oyi qaysi oy bo'ladi? Bu chilla chiqqandan keyin 5-fevraldan keyin ekishni boshlaymiz hamma joyda massaviy. Mana bu qismlarni ham to'liq haydaymiz. Qismlar hammasini. Traktor chiqib kelyapti mana hozir. Chiqib ketdi, lenta deymiz biz buni. Endi kutamiz fevralgacha. Fevralda ekanmiz xudo xolasa yaxshi joyga. Chiroyli bog' qilamiz nasib qilsa. Suv juda ham